Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Ado.NET texnologiyasi bilan tanishamiz. Ado.NET ActiveX Data Objects for .NET ning qisqartma atamasi bo'lib, uning .NET Framework platformasida ma'lumotlar bazalari bilan ishlashi uchun bir qancha nomlar makonlari mavjud. Mana shu nomlar makonlarining hammasini birlashmasini Ado.NET deb atasak bo'ladi. Ado.NET yordamida dasturchi ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni olish, o'zgartirish, o'chirish va yangi ma'lumotlarni kiritish mumkin. Ado.NET baza bilan ishlashda avvalgi Ado'ning davomchisi hisoblanadi, ammo unga juda ko'p o'zgartirishlar kiritilgan. Agarda siz SQL serverni ishlatsangiz, Ado.NETda bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonini maksimal darajada tezlashtirishga qaratilgan bir qancha klasslar to'plami mavjud. Shuning o'zigina Ado.NETga o'tishga kifoya qiladi. Ado.NET bilan ma'lumotlar bazasini mijozi ko'rinishidagi 3 ta nomlar makonlari taqdim etiladi. Bular SQL Server, OLEDB va ODBC ni ishlata oluvchi har qanday ma'lumotlar bazalari uchun. Agarda SQL Serverdan boshqa ma'lumotlar bazasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, baza bilan ulanish uchun OLEDB ni ishlatish tavsiya etiladi. ODBC dan esa umuman iloji bo'lmagan vaqtda foydalaniladi. Agarda Oracle ma'lumotlar bazasi ishlatilayotgan bo'lsa, Oracle.NET Developer saytiga kirib, ular tomonidan tarqatiluvchi odp.net klientini yuklab olib, undan foydalanishingiz mumkin. Ado.NET bibliotekalarida 3 xil ko'rinishda foydalanish mumkin. Birinchisi har doim ulanib turgan holatda, ikkinchisi avtonom holatda va uchinchisi Entity Framework texnologiyasi yordamida. Ulangan holatda foydalanganda baza bilan ulanish va ulanishni o'chirish aniq holatda ro'y beradi, hamda baza bilan ulanishda connection, command hamda dataset yoki data reader obyektlaridan foydalaniladi. Avtonom holatda esa klient tarafiga yuklab olinadigan ma'lumotlarning nusxasi bo'lmish dataset, ya'ni data table obyektlarning to'plami bilan ishlash imkoni bo'ladi. Ma'lumotlar adapteri tarafidan dataset olinish vaqtida serverga ulanish avtomatik tarzda ochiladi va yopiladi. Bunday yondashuvda server bilan ulanish tezda bo'shatilganligi uchun boshqa chaqiruvlarga resurslar tez bo'shatiladi. Chaqiruvchi kod datasetni olishi bilan u ma'lumotlarni ko'rishi va o'zgartirishi mumkin. Bunda tarmoq ishlatilmaydi. Qachonki o'zgartirishlarni baza tarafiga yangilash lozim bo'lgan vaqtda, buning uchun ma'lumotlar adapteri server bilan ulanishni ochib, kerakli ishlarni tezda bajarib oladi va shu zahoti ulanishni uzadi. .NET Framework 3.5 Service Pack 1 chiqishi bilan Ado.NETga Entity Framework deb nomlangan yangi texnologiya kiritildi. Entity Framework texnologiyasi yordamida ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda qo'llaniladigan ko'pgina holatlar, masalan, har xil qiyin SQL so'rovlar dasturchidan yashiriladi va dasturchi ma'lumotlar bilan link so'rovlar yordamida ishlashi mumkin bo'ladi. Dasturchi nuqtai nazaridan qaraganda, Ado.NET ning asosi System Data DLL bibliotekasida joylashgan. Bu faylda ma'lumotlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan juda ko'p nomlar makonlari joylashgan. Masalan, System Data SQL, System Data SQL Client, System Data OLEDB va boshqalar. System Data nomlar makonida jadvallar, ustunlar, qatorlar, ma'lumotlar to'plamlari, aloqalar, cheklovlar kabi obyektlarni ifodalovchi klasslar joylashgan. System Data Common nomlar makonida Ado.NET ning asosiy hisoblanuvchi interfeyslar va abstract klasslar joylashgan. System Data SQL Client nomlar makonida Microsoft SQL Server ma'lumotlar bazasiga ulanishda ishlatiluvchi SQLDB Connection, SQLDB Command va SQLDB Data Adapter kabi klasslar joylashgan. System Data OLEDB nomlar makonida OLEDB ta'minlovchisiga ulanishda ishlatiluvchi OLEDB Command, OLEDB Connection kabi klasslar joylashgan. System Data ODBC nomlar makonida ODBC driverlariga ulanishda ishlatiluvchi ODBC Command, ODBC Connection kabi klasslar joylashgan. ODBC driverlari panel upravleniyada joylashgan data sources, ya'ni источник данных osnoskasi orqali sozlanadi.
va System Data SQL Types nomlar makonida SQL serverdagi ma'lumotlarga mos bo'lgan turlar saqlanadi. Adobe.NETda ishlatiluvchi data providerlar, ya'ni ma'lumotni ta'minlovchilar, sizning dasturingiz bilan ma'lumotlar manbai o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Ularning yordamida ma'lumotlar bazasiga ulanib, SQL buyruqlarini bajarib, bazadan ma'lumotlar olinadi. Ekrandagi jadvalda baza asosiy obyektlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu asosiy klasslarning aniq nomlari har xil ta'minlovchilarda har xil bo'ladi. Masalan, SQL Connection, Oracle Connection, ODBC Connection yoki MySQL Connection ko'rinishida. Ammo bu obyektlarning hammasi DB Connection ona klassidan kelib chiqqan. Shuning uchun bitta ma'lumot ta'minlovchisi bilan ishlashni o'rganib olsangiz, boshqalar bilan ishlashingiz juda oson bo'ladi. Keling endi amaliyotga o'tamiz. Bugungi darsimiz uchun Microsoft korxonasi tomonidan tarqatiluvchi Northwind bazasidan foydalanamiz. Northwind bazasini Microsoftning saytiga kirib yuklab olishingiz mumkin. Havolani ham ekranda ko'rib turibsiz. Demak, darsimiz uchun yangi konsol turidagi loyihani tuzamiz. New proyektni bosib konsol dasturini tanlaymiz va proyekt nomini Adobe.NET 16 deb qo'yamiz. OK ni bosamiz. Loyihaga config fayl qo'shishimiz lozim. Config faylda dasturga tegishli bo'lgan har xil sozlashlar saqlanadi. Ya'ni bu konfiguratsion fayl. Demak, add new item. Add new item oynasidan application configuration file bo'limini tanlaymiz. Uning nomi appconfig. Add tugmasini bosamiz. Mana loyihamizga appconfig fayli qo'shib qo'yildi. Demak, Solution Explorerda ham buni ko'rishimiz mumkin. Appconfig faylda dasturni har xil boshlang'ich sozlashlari saqlanadi. Keling faylga connection strings bo'limini qo'shamiz va uni ichida bazaga ulanishni qo'shib qo'yamiz. Avvalroq men buning uchun kodni snippetini tayyorlab qo'ygan edim. Uni toolboxdan olib appconfigga joylashtiramiz. Demak, configuration bo'limining ichiga connection stringni olib joylashtiramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, appconfig fayli bu oddiy XML fayl. Barcha sozlashlar configuration ichida bo'lishi lozim. Connection strings bu maxsus bo'lim hisoblanib, uning ichida har qanday ma'lumotlar bazalari bilan ulanish sozlashlari saqlanadi. Ko'rib turganimizdek, bizning holatda ikkita connection string joylashtirilgan. Bular Northwind DB1 va Northwind DB2. Har bir yozuv add kaliti so'zi bilan boshlanadi. Name attributida ulanishning nomi, connection string attributida esa ma'lumotlar bazasiga ulanish xossalari saqlanadi. Demak, qo'sh tirnoq ichiga olingan. Data source ga ma'lumotlar bazasi joylashgan serverning nomi yoki IP adresi kiritiladi. Keling, toolboxni bekitib qo'yamiz. Initial catalog ma'lumotlar bazasining nomini bildiradi. Integrated Security xossasi orqali baza bilan ulanishda Windows autentifikatsiyasi yoki SQL Server autentifikatsiyasidan foydalanish ko'rsatiladi. Agarda Integrated Security ni true, ya'ni haqiqat qilib belgilangan bo'lsa, baza bilan ulanishda shu dasturni ishlatib yuborgan Windows foydalanuvchisi akkaunti ishlatiladi. Tabiiyki, bu Windows foydalanuvchisiga SQL Server bilan ishlashlik uchun ruxsat berilgan bo'lishi lozim. SQL Server bilan ulanishlik uchun uning o'z login va parolini ishlatmoqchi bo'lsangiz, user ID va password yordamida kerakli login va parolni ko'rsatib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Integrated Security ni ko'rsatish shart emas, chunki avval boshdan u false bo'ladi. Mana server bilan ulanishni sozlab oldik. Endi dasturning o'ziga o'tamiz. Appconfig faylini saqlab qo'yib, yopib yuboramiz. Konfiguratsion fayl bilan ishlay olishlik uchun dasturga System Configuration bibliotekasini qo'shishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun Solution Explorerdan Referencesga o'ng tugmani bosib,
add reference'ni bosamiz. .NET bo'limini ochamiz. Ro'yxatdan System Configuration'ni topamiz. Tanlab turib OK ni bosamiz. Ko'rib turganimizdek, dasturimizga System Configuration bibliotekasi qo'shib qo'yildi. Agarda bilmaydiganlar bo'lsa, loyihaning references bo'limida dasturimiz ishlash jarayonida foydalanadigan bibliotekalar joylashgan bo'ladi. Endi System Configuration nomlar makonini using yordamida qo'shib qo'yishimiz lozim. Using System Configuration. Darsimizda SQL Server ma'lumotlar bazasidan foydalanganimiz uchun Adobe.ning SQL Server bilan bog'liq bo'lgan klasslardan foydalanamiz. Shuning uchun using bo'limiga yana System Data va System Data SQL Client nomlar makonlarini ham qo'shib qo'yishimiz lozim. Using Data, using System Data SQL Client. Endi config fayldagi ulanish bilan ishlashimiz lozim. Buning uchun string turidagi o'zgaruvchidan foydalanamiz. Uni ham toolboxdan olamiz. Connection name o'zgaruvchisi. Demak, ko'rib turganimizdek, string turidagi connection name xossasi e'lon qilingan. Uning getterida Configuration Manager static klassining connection string to'plamidan Northwind DB1 nomli elementni string turiga o'girilib qaytarilmoqda. Demak, Configuration Manager klassi yordamida konfiguratsion fayl bilan ishlash mumkin. Bu static class. Uni elementlarini ko'radigan bo'lsak, App Settings hamda Connection Settings bo'limlari mavjud. App Settingsda kerakli App Settings bo'limi, Connection Stringsda config fayldagi Connection Strings bo'limi joylashadi. To'rtburchak qavslar yordamida kerakli connection string nomi berib yuboriladi va elementni string ko'rinishida olishlik uchun uni toString yordamida string turiga o'girib olamiz. Endi Northwind bazasidagi product yoki ma'lumotlar jadvalidan mahsulotning nomini olishni yozamiz. Buning uchun yangi metod tuzamiz. Metodning nomi misol uchun get all products bo'ladi. Uni kodini ham avvaldan tayyorlab qo'yganman. Main metodidan get all products ni chaqiramiz. Demak, get all products. Get all products metodini ham toolboxdan olib joylashtiramiz. Keling, avval unga joy tayyorlab qo'yib, toolboxdan metodni olamiz. Metodni tekislash uchun Ctrl K D klavishalarini bosamiz. Bo'shligini olib tashlab, endi metodni ko'rib chiqamiz. Demak, ko'rib turganimizdek SQL CMD string turidagi o'zgaruvchisida bazaga beriladigan so'rov yozilgan. So'rovda products jadvalidan product name ustunidagi ma'lumotlar olinishi ko'rsatilgan va natijani product name ustuni bo'yicha sortirovka qilinmoqda. Keyin SQL connection klassiga mansub bo'lgan con obyekti e'lon qilinmoqda va uning connection string xossasiga connection name o'zgaruvchisi qiymat qilib berilmoqda. Connection name esa avvalroq e'lon qilingan string turidagi xossa. U bizga Northwind DB1 connection stringini qaytaradi. Demak, shunday qilib connection obyektining connection string xossasiga config fayldagi connection stringni belgilamoqda. Undan so'ng SQL command klassiga mansub bo'lgan cmd obyekti e'lon qilinib, uning konstruktoriga SQL cmd o'zgaruvchisini qiymati berilmoqda, ya'ni bazaga buyruq. Command obyektini command type xossasiga command type text qiymati berilmoqda. Command type'ni mavjud bo'lgan xossalarni ko'radigan bo'lsak, stored procedure, table direct yoki text ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bizda hozir buyruq oddiy text select buyrug'i bo'lganligi uchun textni tanlaymiz. Keyinroq stored procedure turidagi buyruqlarni ham ko'rib chiqamiz.
Demak, undan keyin cmd buyrug'ining connection xossasiga con connection obyekti belgilanmoqda. Demak, bu yerda buyruq bilan connection obyekt bir-biri bilan bog'lanmoqda. Shu joyda baza bilan ulanishga hamma narsa tayyor. Shuning uchun connectionning open metodi chaqirilib, baza bilan ulanish ochiladi. Undan so'ng SQL Data Reader klassiga mansub bo'lgan there obyekti e'lon qilinmoqda va bu obyektga cmd buyrug'ining execute reader metodini ishlash natijasi qiymat qilib berilmoqda. Ya'ni execute readerni natijasida SQL Data Reader turidagi obyekt hosil bo'ladi va uni qiymati there obyektiga beriladi. Keyin if blokida there obyektining hasRows xossasi tekshirilmoqda. Agar hasRows true bo'lsa, while sikli bajariladi. Ya'ni agarda berilgan buyruqning natijasida jadvaldan bitta bo'lsa ham yozib olingan bo'lsa, data readerning hasRows xossasi true bo'ladi. Aks holda, ya'ni bazadan birorta ham yozuv olinmasa, konsolga birorta ham mahsulot topilmadi degan yozuv chiqariladi. Demak, if blokini sharti bajarilgan holatda while sikli ishlaydi. While sikli to data readerning read metodi bajarilgunga qadar o'z ishini bajaradi. Siklning ichida data readerning product name elementi qiymati string turiga o'girilgan holatda olinmoqda. Ya'ni buyruq natijasida olingan har bir qatorning product name maydoni qiymati tekstga o'girilib konsolga chiqariladi. Undan so'ng data reader yopiladi, close metodi chaqirilib, cmd buyrug'ini dispose metodi chaqirilib, uni xotirada egallagan joyi bo'shatilishi chaqiriladi. Keyin ulanishni close metodini chaqirib yopamiz. Ya'ni connection obyekti close metodi chaqirilganda baza bilan ulanish yopiladi va connection obyektiga ham dispose metodini chaqirib, uni xotirada egallagan joyini bo'shatiladi. Va undan so'ng konsol yopilib qolmasligi uchun console read metodi chaqirilmoqda. Keling dasturni ishlatib ko'ramiz. Natijada bazamizdagi barcha mahsulotlar nomlari konsolga chiqarilganligini ko'rib turibmiz. Endi keling buyruqqa where shartini ham qo'shib qo'yamiz. Ya'ni unda hech qachon bajarilmaydigan shartni qo'shib natijani tomosha qilamiz. From products where misol uchun product name like yozib qo'yamiz. Ya'ni mahsulotlar jadvaldan nomi papaya bo'lgan yozuvlarni olishni yozib qo'ydik. Bizning jadvalimizda unday mahsulotlar yo'q. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, birorta ham mahsulot topilmadi degan yozuv chiqarildi. Ya'ni if bloki bajarilmaganligi uchun data readerda birorta ham yozuv olinmadi. Shuning uchun else bloki bajarildi. Endi keling baza bilan ulanishni yanada ham takomillashtirilgan va samaraliroq usulni o'rganamiz. Bu metodni yopib turamiz va toolboxdan get all products 2 metodini joylashtiramiz. Ctrl K deylarni bosib tekislab olamiz. Ko'rib turganimizdek, bu metod IEnumerable turidagi string obyektlar ro'yxatini qaytaradi. Get all products 2 metodini main metodidan chaqirishimiz kerak. Get all products'ni sharhlab qo'yamiz. Avvalo IEnumerable turiga mansub bo'lgan o'zgaruvchi e'lon qilamiz. IEnumerable string masalan product names va buni qiymatini get all products 2 dan olamiz. Demak, natijani oldik. Endi konsolga product names ro'yxatidagi qiymatlarni birma-bir chiqarishimiz kerak. Buning uchun for each blokidan foydalansak bo'ladi. Shunday holatda 2 marta tabni bossak, for each'ni shabloni joylashtiriladi. Bu yerda collection o'rniga product names'ni qo'yamiz.
Demak, endi ro'yxatdagi har bir elementni item ifodalaydi. Konsolga esa console writeLine metodini chaqirilib item toString chaqiramiz. toString chaqirmasak ham bo'ladi, chunki bu string turida. Keling, bu tushunarliroq bo'lishi uchun F2 ni bosib nomini o'zgartirib qo'yamiz. Balki product name qo'yamiz. Konsol yopilib qolmasligi uchun konsolning readLine yoki read metodini chaqiramiz. Keling, avval dasturni ishlatib getAllProducts 2 metodini ishlatganligini tekshirib olamiz. F5 ni bosib. Ko'rib turganimizdek, bu metod ham xuddi avvalgi metoddagi natijani berdi. Barcha mahsulotlar nomlari konsolga chiqarildi. Keling, endi metodni o'rganamiz. Avvalgi metod void, ya'ni hech narsa qaytarmaydigan turda edi. Bunisi esa IEnumerable string turidagi qatorlar to'plamini qaytaradi. Metoddagi SQL cmd buyrug'i ham o'zgarmagan. Xuddi avvalgi metoddagi buyruq bilan bir xil. Products jadvalidan product name ustunidagi qiymatlarni oladi va natijani product name bo'yicha sortirovka qiladi. Umuman baza bilan ishlaydigan obyektlarning dasturlanishi ham avvalgi metoddagi bilan bir xil. Bu metoddagi yondashuvni avvalgi metoddan asosiy farqi bu metodda SQL connection, SQL command va SQL data reader obyektlariga using bo'limini qo'llanganligida. Using yozilib, qavsning ichida kerakli obyekt tuziladi va shakldor qavslar ichida yuqoridagi qavsda e'lon qilingan obyekt ishlatiladi. Demak, birinchi using bo'limini shakldor qavslari mana shu, ikkinchi using bo'liminiki mana bu va uchinchisiniki bu yerda. Demoqchimanki, using bo'limidagi birinchi qavsning ichida e'lon qilingan obyekt usingni shakldor qavslari ichidagina ko'rinish doirasiga ega. Qachonki kodni bajarilishi mana shu usingni shakldor qavslardan tashqariga chiqqan holatda usingni birinchi qavsning ichidagi obyektni xotiradan avtomatik tarzda o'chirib tashlandi. Bunda avvalgi metodga o'xshab dispose metodini chaqirish shart emas. Esingizda bo'lsa, avval connection va cmd obyektlari uchun ularni ishlatib bo'lgandan so'ng dispose metodlarini chaqirgan edik. Ya'ni dispose metodini chaqirib, uni xotirada egallab turgan joyini bo'shatilishi chaqiriladi. Usingni ishlatilgan holatda esa dispose metodini chaqirishdan xalos bo'lamiz. Ya'ni bu avtomatik tarzda bajariladi. While blokiga e'tibor beramiz. U ham data reader obyektini read metodi bajarilgunga qadar ishlaydi. Ammo uning ichida data readerning qiymati yield return yordamida qaytarilmoqda. Agarda biz yield returndan foydalanmaganimizda, natijani qaytarish uchun ham alohida obyekt e'lon qilishimiz kerak bo'lar edi. Hamda while blokida natija o'sha ro'yxatga qo'shilardi. Metod so'ngida esa o'sha ro'yxatni qaytarilishi yozilar edi. Yield return yordamida esa ortiqcha o'zgaruvchidan xalos bo'ldik. Yield returnni ishlatishdagi shart u ishlatilayotgan metod IEnumerable turidagi qiymatni qaytarishi lozim. Boshqa metodlarda yield returndan foydalanib bo'lmaydi. Ushbu ikki misolda biz SQL command obyektining buyruqni ishlatishdagi execute reader metodini ko'rib chiqdik. Bu metod SQL data reader turidagi obyektni qaytaradi. Buyruqni bajarilishini execute readerdan tashqari yana execute non-query va execute scalar metodlari ham mavjud. Buni ko'rish uchun cmdni nuqta qo'yadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, execute'ni har xil turlari mavjud. Buyruqni execute non-query metodi chaqirilganda natija qaytarilmaydi. Shuning uchun buyruqning execute non-query metodi bazaga update, insert, delete kabi buyruqlarni berishda yoki saqlangan protsedurani chaqirishda ishlatiladi. Execute scalar metodi bajarilganda esa natijaning eng birinchi qatoridagi eng birinchisini qiymati qaytariladi. Keling, hozir shu ikkisini ishlatishni ko'rib chiqamiz.
keyingi metodni toolboxdan olamiz. Bu metodni yig'ishtirib qo'yib, toolboxdan ochamiz va update product name metodini joylashtiramiz. Ctrl K dan bosamiz. Bu metod old name va new name deb nomlangan ikkita kiruvchi parametrlarga ega va chiqishda u int turidagi qiymatni qaytaradi. Metodni bajaradigan ish shundaki, unga old name parametrda berilgan mahsulot nomini products jadvalida new name parametrda berilgan nomga o'zgartirib beradi. Bu safar SQL CMD o'zgaruvchisida jadvaldagi ma'lumotlarni yangilash uchun ishlatiladigan update buyrug'i qo'llanilgan. Demak, update products jadvalini update qilinadi va product name ustuniga new name parametrdagi qiymatni belgilanadi. Where, ya'ni qayerdaki product name old name ga teng bo'lgan joyda product name ni new name ga belgilab qo'yish yozilgan. Demak, buyruqni ichidagi ikkita parametr metodga kiruvchi parametrlar bilan bog'langan. Parametrlar SQL buyrug'ida ishlatilganda ularni oldiga kuchukcha qo'yib yoziladi. Bu yerda esa CMD buyrug'ining parametr joyiga ikkala parametr kiritilmoqda. Ya'ni metodni old name va new name parametrlari buyruqdagi ishlatilayotgan new name va old name parametrlari bilan bog'lanmoqda. Bu yerda ham buyruqni comment type turiga text belgilangan. Buyruqni connection xossasiga con obyekti. Undan keyin ulanish ochiladi va buyruqni execute non query yordamida bajarilib, uni natijasi result o'zgaruvchisiga qiymat qilib berilmoqda. E'tibor bering, bu yerda buyruqni ishlatib yuborishlik uchun execute non query metodi qo'llanilgan. Uning natijasi esa int turidagi qiymat qaytariladi va u result o'zgaruvchisiga beriladi. Execute non query metodi bizga berilgan update buyrug'ini bajarilgandagi jadvalda nechta yozuv yangilangan sonini qaytaradi va shuning bilan baza bilan ulanish yopilib, result o'zgaruvchisining qiymati metodni chaqiruvchi joyga qaytariladi. Main metodiga o'tamiz. Avvalgi metodni chaqirilishini sharhlab qo'yamiz. Hamda update product name metodining chaqirilish kodini toolboxdan olib mainga joylashtiramiz. Demak, ko'rib turganimizdek metodga chay va choy qiymatlari berilmoqda. Metodning natijasi esa avval string turiga o'girilib, keyin natija o'zgaruvchisiga qiymat qilib berilmoqda va undan so'ng konsolga qancha yozuv yangilanganligi haqida ma'lumot chiqarilmoqda. Dasturni tekshirib ishlatib ko'ramiz. Natijada jadvalda bitta yozuv yangilanganligini guvohi bo'lib turibmiz. Keling endi SQL commandning execute scalar metodidan foydalanishiga ham misol ko'rib chiqamiz. Buning uchun get all products count metodini toolboxdan olib joylashtiramiz. Demak, ushbu metodlarni saqlab qo'yib, pastroqqa keyingi metodni toolboxdan olamiz. Bu metoddagi SQL CMD o'zgaruvchisida products jadvalidagi yozuvlar miqdorini olinish buyrug'i yozilgan. Buning uchun SQL ning count operatoridan foydalanilgan. Buyruqning execute scalar metodi yordamida olingan natijani int 64 ga o'girilib, uni result o'zgaruvchisiga qiymat qilib berilmoqda va metod ushbu result o'zgaruvchisining qiymatini qaytaradi. Main metodiga o'tib, avvalgi kodni sharhlab qo'yamiz. Va bu metodni chaqirilish kodini ham toolboxdan olib bu yerga joylashtiramiz. Uni chaqirilishi ham xuddi avvalgi metodni chaqirilishiga o'xshab ketadi. Dasturni ishlatib ko'ramiz.
produkt jadvalida yozuvlar miqdori, ya'ni barcha mahsulotlar soni 77 ta ekanligini bilib oldik. Keling endi SQL serverda joylashgan saqlangan protseduralarni chaqirishni ham o'rganamiz. Buning uchun toolboxdan yana boshqa metodni olamiz. Get 10 most expensive products metodini joylashtiramiz. Bu metod bazadagi 10 most expensive products protsedurasini chaqiradi va natijani konsolga chiqarib beradi. Protseduraning nomi aytib turgandek, u jadvaldan 10 ta eng qimmat mahsulotlarni olib beradi. Bunda natijaviy ma'lumotlar mahsulot nomi va narxi maydonlari ko'rinishida qaytariladi. Ko'rib turganimizdek, cmd buyrug'ining command type turiga stored procedure belgilangan. While sikliga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda data readerning avval 10 most expensive products ustuni stringga o'girilgan holatda, undan so'ng unit price ustunidagi qiymat stringga o'girilgan holatda konsolga chiqarilmoqda. Bu safar stored procedure ishlatilganligi uchun buyruqda o'sha chaqirilayotgan protseduraning nomini o'zi yoziladi. Agarda protsedurani parametrlari bo'ladigan bo'lsa, buyruqni parametr xossasidan xuddi avvalgi metodga o'xshab o'sha parametrlar qo'shib qo'yilishi lozim. Lekin bizni protsedurada birorta ham parametr yo'q. Shuning uchun parametr qo'shmadik. Bu metodni avvalgi metodlardan yana bir farqi shundaki, unda try catch finally bloki ishlatilgan. Xabaringiz borki, finally blokidagi kod har qanday holatda ham ishlab ketadi. Ya'ni yuqoridagi kod muvaffaqiyatli yoki xatolik bilan tugallanganda ham finally blokidagi kod bajariladi. Baza bilan ulanishni yopuvchi close metodi aynan finally blokiga joylashtirilgan. Agarda try blokidagi kodda biron bir xatolik ro'y bersa, u xatolik catch blokida ilib olinib, u haqidagi ma'lumot konsolga chiqariladi. Shundan so'ng finally blokida baza bilan ulanish yopiladi. Endi bu metodni chaqirilishini main metodiga yozib qo'yamiz. Avvalgi metodni sharhlab get 10 most expensive products ni chaqirishni yozib qo'yamiz va F5 ni bosib dasturning ishlashini tekshiramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Konsolga 10 ta eng qimmat mahsulotlarning nomi va narxlari chiqarildi. Endi tranzaksiyalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Tranzaksiya deb ma'lumotlar bazasida bir vaqtning o'zida hammasi muvaffaqiyatli bajarilishi shart, xatolik ro'y berganda esa birortasi ham bajarilmasligi shart bo'lgan jarayonlar to'plamiga aytiladi. Tranzaksiyalar ma'lumotlar bilan ishlashda xavfsizlikni, ma'lumotlarning to'g'riligini va bir-biriga zid emasligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Tranzaksiyalar baza bilan ishlash davomida bir nechta jadvallar yoki saqlangan protseduralar bilan ishlashda juda muhim o'rin tutadi. Tranzaksiyaga hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, bir mijozning bank hisob raqamidagi ma'lum miqdordagi pulni boshqa hisob raqamiga o'tkazish jarayonini tranzaksiyaga yorqin misol bo'la oladi. Mijozning hisob raqamidan pul yechib olinsa-yu, keyin uni kerakli hisob raqamiga o'tkazishda xatolik ro'y bersa, pul yechib olingan, ammo belgilangan hisob raqamiga o'tkazilmagan holatda bo'lib qoladi. Bunday holatdan bank ham, uning mijozi ham xursand bo'lmasligi aniq. Aynan shunday holatlarda bizga tranzaksiya yordamga keladi. Agar shu ikki jarayonni bitta tranzaksiyaga joylashtirilsa, tranzaksiyani bajarilish davomida har qanday xatolik ro'y bersa ham, butun tranzaksiya ortga qaytariladi. Ya'ni bazadagi ma'lumotlar tranzaksiya bajarilishidan avvalgi holatiga qaytib qo'yiladi. Tranzaksiyaning ortga qaytarilish jarayoni rollback deb ataladi. Agar tranzaksiya muvaffaqiyatli bajarilsa, tranzaksiya qayd etiladi. Tranzaksiyani qayd etilish jarayonini esa commit deb ataladi. Tranzaksiyalar haqida eshitgan bo'lsangiz, sizga ACID atamasi tanish bo'lishi lozim. ACID bu klassik tranzaksiyani ifodalovchi 4 ta asosiy xossalarni bosh harflari hisoblanadi. Ular atomik, barchasi yoki hech narsa,
ya'ni atamarimiz, consistent, yaxlitlik, isolated, yakkalik, ya'ni tranzaksiyalar bir-biriga xalaqit bermasligi, hamda durable, turg'unlik, ya'ni tranzaksiyalar saqlab qo'yilishi va protokollashtirilishi. .NETda ham tranzaksiyalar bilan ishlashni bir necha xil yo'llari mavjud. Bugungi darsimizda biz SQL tranzaksiyasi bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun toolboxdan delete customer metodini olamiz. Keling avvalgi metodlarni bekitib qo'yib, toolboxdan delete customer metodini joylashtiramiz. Metodni o'rganamiz. Bu metodni bajaradigan ishi shundan iboratki, unda avval berilgan ID raqamning mijozini customers, ya'ni mijozlar jadvalida mavjudligi tekshiriladi. Agarda mavjud bo'lsa, uni mijozlar jadvalidan o'chirib tashlanadi va u haqdagi yozuv deleted customers jadvaliga kiritib qo'yiladi. Mijozni customers jadvalida o'chirish va deleted customers jadvaliga qo'shish jarayonlari yagona tranzaksiya ichida bajariladi. Agarda tranzaksiya bajarilish jarayonida xatolik ro'y bersa, tranzaksiya ortga qaytariladi va ma'lumotlar avvalgi holatga qaytadi. Qachonki butun tranzaksiya muvaffaqiyatli bajarilsa, u qayd etiladi va jarayon haqiqatdan o'tgan deb hisoblanadi. Demak, avvalo select buyrug'i yordamida customers jadvalidan company name ustuni olinmoqda. Customer ID ning qiymati berilmoqda. U qiymatga esa metodga kiruvchi customer ID parametri berib yuborilmoqda. CMD obyektining execute reader metodi ishlatilib, uning natijasi data reader ga berilmoqda. Data reader ning company name ustunidagi qiymati company name o'zgaruvchisiga beriladi. Aks holda agar data readerda birorta ham yozuv olinmasa, metodni bajarishi to'xtatiladi. Bundan so'ng ikkinchi buyruq e'lon qilingan, cmd remove. U ham SQL command turida. Uning buyrug'i sifatida esa delete buyrug'i ishlatilgan, ya'ni customers jadvalidan mana shu ID raqamga ega bo'lgan mijozni o'chirib tashlanmoqda. Shu yerning o'zida yana bir buyruq, insert buyrug'i e'lon qilingan. Uning buyrug'i sifatida esa insert buyrug'idan foydalanilmoqda, ya'ni deleted customers jadvaliga customer ID va company name o'zgaruvchilarining qiymatlari qo'shib qo'yilmoqda. Demak, customer ID bu metodga kiruvchi parametr, company name esa avvalgi select buyrug'ida olingan data readerning company name ustunidagi olingan qiymat. Shundan so'ng SQL transaction klassiga mansub bo'lgan tranzaksiya obyekti e'lon qilingan. Try blokining ichida connection obyektining begin transaction metodi chaqirilmoqda. Begin transaction metodi chaqirilib, uning natijasi hozirgina e'lon qilingan SQL transaction metodiga berilmoqda. Insert va remove buyruqlarining transaction xossalariga tranzaksiya obyekti berilmoqda. Shundan so'ng ikkala buyruqni ham execute non-query yordamida ishlatib yuborilmoqda. Agar metodni throwX parametriga true qiymat berib chaqirilgan bo'lsa, xatolik atidan generatsiya qilinadi. Ya'ni ko'rib turganimizdek, agar throwX true bo'lsa, yangi application errordagi xatolik generatsiya qilinadi. O'zimiz tarafimizdan o'ylab chiqarilgan xatolik. Tranzaksiya obyektimizning commit metodi chaqirilib, tranzaksiya qayd etiladi va konsolga ushbu ID raqamdagi mijoz o'chirildi degan yozuv chiqariladi. Bordi-yu metodni bajarilish davomida biron bir exception, ya'ni xatolik ro'y bersa, u xatolik catch blokida ilib olinadi. Avvalo konsolga bu xatolik haqida ma'lumot chiqariladi va shu zahoti tranzaksiyani rollback metodi chaqirilib, tranzaksiya ortga qaytiladi. Har qanday holatda ham baza bilan ulanish yopiladi. Buni finally blokida ko'rib turibmiz. Metodni ishlashini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun main metodiga o'tib, shu metodni chaqiramiz.
demak delete customer, uning throwX parametriga hozircha false deb qo'yamiz va customer ID parametriga misol uchun roaming qiymatini beramiz. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rib turganimizdek, dastur muvaffaqiyatli bajarildi. Konsolning read metodi chaqirilmaganligi uchun tezda dastur to'xtatib qo'yildi. Keling, read metodini chaqirib qo'yamiz. Bu safar esa throwException obyektiga true qiymatini berib chaqiramiz. Metodni bajarilishi tranzaksiyaga ham yetib kelmadi, chunki roaming degan mijozni hozirgina o'chirib tashladik. Roaming o'rniga boshqa jadvalda mavjud bo'lgan mijozni yozishimiz kerak. Misol uchun lamay ID raqamli mijoz dasturni ishlatamiz. Natijada ko'rib turganimizdek, tranzaksiya jarayonida xatolik ro'y berdi. Tranzaksiya bajarilmadi degan yozuv chiqarildi konsolga. Buning sababi biz tranzaksiyani throwX parametriga true berib chaqirganligimizda. Endi agarda uni false berib chaqiradigan bo'lsak, lamay ID raqamiga ega bo'lgan mijozni ham jadvaldan o'chirib tashlanadi hamda uning haqidagi ma'lumot deleted customers ga yozib qo'yilgan bo'ladi. Uni isbotlashlik uchun deleted customers da joylashgan ma'lumotlarni ko'ramiz. SQL Server Management Studio da ushbu jadvaldagi ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'chirib tashlangan mijozlar haqida ma'lumotlar bor. Tranzaksiyalarni ham ko'rib chiqdik. Bu yerda delete customer metodini chaqirishga e'tibor bering. Uni chaqirilishi avvalgi metodlarning chaqirilishidan farq qilmoqda. Bu yerda metodni parametrlarining nomlari ham yozilgan. Bu narsa C# ning 4-versiyasiga kiritilgan yangilik hisoblanadi. Ya'ni har bir chaqirilayotgan metodni parametrini nomini yozib 2 nuqta qo'yib, uni qiymati bilan chaqirish mumkin.